uzunni giberlen qilish uchun har xil giberlenlar bor. Qaysidir giberlen uzun qiladi, qaysidir shishiradi. Hozir bizaga uzun boshini uzaytirish, cho'zish kerak. Mana shu giberlen yaxshi ishlaydi. Mana Xitoy paket, men o'zi yozuvini tushunmayman buni. Mana shunaqa narsa mana ko'rinayotganimiz. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana shu hozir mana shu yerda turgan 96 graduslik spirt. Mana bu giberlenimizni mana shunga hozir eritamiz. Giberlenni faqat urug'siz uzumlarga ishlov berish mumkin. Agar urug'lik uzumga ishlov bersangiz, o'sha cho'pini tagasini, uzum boshini beo'xshov qilib qo'yadi, guldan chiqolmaydi, sifatsiz qiladi. Uzumni mayib qilib qo'yadi. Bu faqat urug'siz uzumlarga ishlov berish mumkin bu bilan. Urug'li uzumlarga mumkin emas. Nima uchun 96 spirtga qilamiz? Yaxshiroq erib ketadi. Parashoklarimizni tashladik, mana tagiga cho'kkan. Buni yaxshilab chayqaymiz. 25 ta giberlenni bunga soldik. Xudo xolasa, hozir bizani dozamizga 220 litrlik bochkamizga mana shu 25 pachka giberlenni solamiz. Bizani dozamizga hozir boshni katta qilish uchun shu yetadi. Bilmadim meni necha litrga to'g'ri kelyapti. Mana shu bitta parashokcha parashok, kukun 1 gram. Mana bu meditsinskiy 70% lik spirt, oddiy spirt. Bunga tashlaymiz. Spirt kukunimizni eritib beradi. Bu rastvorimiz tayyor bo'ldi deylik. Bu rastvorimizni kimdir 3 litr suvga, kimdir 20 litr suvga shuni aralashtiradi. Sizni o'zingizda bog'bonni o'zining maqsadiga bog'liq. Misol uchun menga kattaroq bosh bo'lsin desa, buni o'sha 3 litr suvga qiladi. Shu dozasi balandroq bo'ladi. Keyin buni qo'llash, ishlov berish vaqti rastvorimizni suvga aralashtirdikda, qo'llash tartibi qanday bo'ladi? Imkon qadar yeri sug'orilgan, suv berilgan bo'lish kerak. Sirkulyatsiya jarayoni jadal rivojlanayotgan bo'lish kerak. Keyin buni rastvorimizni suvga aralashtirganimizdan keyin botirib chiqsa ham bo'ladi. O'sha boshchasiga bir kosa idishgami botirib chiqsa ham bo'ladi. Keyin pishpishaklar bilan sepib chiqsa bo'ladi, apparat bilan sepib chiqsa bo'ladi, katta apparatlar bilan sepib chiqsa bo'ladi. Faqat uzun boshiga tekkandan keyin issiq payt sepilmaydi bu. Issiq payt sepilsa tez isparena bo'lib, dozasi kam effekti beradi. Dozasi pasayib ketadi. Bu kechki payt sepilsa ertalabgacha yaxshi so'rilib ketadi-da. To'g'ri yaxshi so'riladi, ishlovi, effekti zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, keyingi videolarga yana chiqaramiz.